Bugungi nishonimizda o'zimiz tikkan etiklarimiz. Qani etiklarimizni ko'rsalarni sinovdan o'tkazamiz. Kamon o'qlariga bardosh beradimi, yo'qmi? Sizlar bizga ungacha like bosib, podpiska bosib qo'ying. Qani bismillah. Birinchi o'qimiz nishonga tegdi, etigimiz bardosh berdi. Ikkinchi o'qimiz. İkinci o'qimizdan ikkinchi etigimizga tegib mana bardosh berdi. Endi yana bitta otib ko'ramiz. Kelinglar mana mo'ljalni o'qlarimiz ishonchligiga hosil qilasizlar. Qayerga tegizganmiz mana ichigacha kirib ketdi. Uchlari ham toza temirdan bo'lgan. Mana etigimizni ozgina tirnaldi xolos, ko'jalari baquvvatligini hisobiga. Mana nishonlarimiz juda ham chiroyli holatda. Bemalol zakaz beraverasizlar. Temurxon ustaning etigimiz dastlabkilargacha bor.